Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, hurmatli Koreya va koreys tiliga qiziquvchi hamyurtlar, yurtdoshlar, zamondoshlar. Xo'p, biz koreys tili darslarimizni noldan boshlab to bugun 13-darsimizgacha yetib keldik, inshaalloh. Xo'p, bugun o'rganib chiqadigan qo'shimchamiz bu ul hamda ril qo'shimchalari bo'ladi. Xo'p, agar darslarimiz ma'qul kelayotgan bo'lsa, bizni faoliyatimizni qo'llab-quvvatlash uchun sizlardan like hamda obuna bo'lish tugmalarini bosib qo'yishni iltimos qilamiz. Xo'p, qani bo'lmasam bugungi darsimizni boshladik. Bismillah. Xo'p, kelinglar buni qo'shimchalarimizni biroz gaplar orqali biroz tushuncha hosil qilib olamiz. Xo'p, ko'rib turganinglardek, bu yerda ikki kishi ko'rishyapti ekan. Bu yerda chinguri bugungi qo'shimchamiz mannayo. Mannayoni biz o'tgan darsimizda o'rgangan edik. Bu mannada fe'lidan olingan uchrashmoq, ko'rishmoq degan so'z edi. Chinguda esa bilamiz. Chingu do'st degan edi. Chinguri mannayo do'stni uchratyapti, do'sti bilan ko'rishyapti degan ma'noda keladi. Hop, keyingi qo'shimchamiz, keyingi gapimiz bu chekni bilamiz, bu kitob edi. Endi bugungi o'rganadigan qo'shimchamiz chegil, ilgoyo esa ilkta fe'lidan olingan. Ilkta bu o'qimoq degani edi. Xo'p, chegil ilgoyo bu demak kitobni o'qiyapti, do'stini uchratyapti, kitobni o'qiyapti degan ma'nodagi gaplar bo'ldi. Menimcha kirish qismida tushuncha hosil bo'ldi. Endi asosiy qismiga sekin-sekin o'tamiz. Xo'p, ril qo'shimchamiz, ril hamda ril qo'shimchamiz ot so'z turkumiga qo'shilib kelib, fe'ldan oldin ishlatiladi. E'tibor beramiz. Ril ot so'z turkumiga qo'shilib kelar ekanda, undan so'ng albatta ko'p holatlarda fe'l so'z turkumi kelishi tabiiy bo'ladi. O fe'ldan oldin keladi. Tarjimasi esa niga to'g'ri keladi. Endi bu qo'shimchamiz agar ot so'z turkumimiz patsim bilan yakunlansa, demak ul qo'shimchasini qo'shamiz. Misol uchun chekda patsim bor, ul qo'shimchasini qo'shamiz. Chegil. Ilkda bu hozirgi nimamizdagi, bundan oldingi slayddagi o'qimoq edi. Ilgoyo esa o'qiyapti degan tarjimani berar edi. Hozirgi zamon qo'shimchamiz. Buni o'tgan darsimizda o'tgan edik. 12-darsimizda. Hop, chegil ilgoyo bo'lsa, kitobni o'qiyapman degan ma'noda bo'ldi. Tarjimasi ni degani bo'ldi. Hop, keyingisi yonpil degani bu qalam degani edi. Endi patsim borligi uchun yana ul qo'shimchasini qo'shyapmizda. Sayo bu sada fe'lidan olingan. Sada bu sotib olmoq edi. Sayo sotib olyapman. Qalamni sotib olyapman. Yonpiril sayo. Hop, e'tibor qaratgan bo'lsanglar, bu yerda talaffuzda agar bitta bo'g'inlaydigan bo'lsak, yonpil il bo'lish kerak edi. Bizni talaffuzimizga e'tibor berayotgan bo'lsanglar, yonpiril bo'lib ketyapti, chunki ushbu harfimiz patsimda tugasa la, ikkita ullikni orasida r talaffuz qilinar edi. Bu yerda patsimda tugagan holatda l o'qib turib, endi bu keyingi bo'g'inimiz ulli bilan boshlanyapti. Shuni hisobiga ikki ullikni orasiga tushib, buni r qilib talaffuz qilishimiz to'g'ri bo'ladi. Endi yana bo'g'inlayotganimizda biz buni yonpiril qilib bo'g'inlab o'qiymiz. Bu faqat talaffuzda. Yozilishi ushbu ko'rinishda bo'laveradi. Talaffuzda esa bitta r'da bo'sh qolgan bu yoqdagi unlikni oldiga o'tkazib qo'yamiz. Bu talaffuz qoidasiga to'g'ri keladi. Xo'p, endi keyingisi patsimimiz agar bo'lmasa, demak ril qo'shimchasini qo'shamiz. Xo'p, sagua degani bu olma degani. Men uchun bundan oldingi lug'atlarimizda keltirilmagan edi.
Hop, bu yerda va bilan tugayapti-da, patsim yo'q. Shuning uchun ril qo'shimchasini qo'shyapmiz. Ril qo'shimchasini qo'shyapmiz. Endi saguaril mogoyo. Moqda bu yemoq degani edi. Mogoyo endi yeyapman yoki yeyapti degan tarjimani beryapti. Olmani yeyapman, olmani yeyapti degan. Hop, keyingi qo'shimchamiz bu chingu. Chingu bu do'st deb bundan oldingi slaydda ham keldi. Endi bunda patsim yo'q. Shuning uchun ril. Patsim yo'q, ril qo'shimchasini qo'shamizda manna yo'q. Manna yo'q ham mannada fe'lidan olingan bo'lib, bu uchrashmoq, ko'rishmoq degan ma'noni bildiradi. Endi do'stini uchratmoq, do'stini ko'rishmoq degan ma'noda keladi. Ba'zi holatlarda do'stim bilan uchrashyapman deb turib, bilan tarjimasida. Imminda mana shu mannada bilan tarjimasini berishi holati ham kuzatilishi mumkin. Hop, chinguril mannada do'stim bilan uchrashyapman, do'stim bilan ko'rishyapman degan ma'noda bo'ldi. Bu ilril qo'shimchamiz biroz osonroq oldingi darsimizga qaraganda. Shuning uchun videomiz ham qisqaroq, ham osonroq bo'ladi degan umiddaman. Tushunishimizga ham osonroq bo'ladi. Hop, keyingi nimaga o'tadigan bo'lsak, sekin endi mashqlar orqali qo'shimchamizni o'rganishimizni mustahkamlaymiz. Xo'p, ko'rib turganinglardek, bu kafe ekan. Kafeda nima? Bu yerda kola deb qo'yibdi. Kolani nima qilyapti ekan? Ichyapti ekan. Bu yerda lug'atlari keltirilgan. Mana kolani nima deymiz? Kolani oddiy kola deymiz. Ichmoq bo'lsa, mashida degani bo'ladi. Endi bu yerda men deyapti, chonin, kollani yozamiz. Kolla bu ot so'z turkumidagi so'z. Bunda patsim bo'lmaganligi uchun, bu yerda mana patsim bo'lmaganligi uchun nimani qo'shyapmiz? Ril qo'shimchasini qo'shyapmiz. Patsim bo'lmaganligi uchun kollari. Endi mashidaga bu yerda yana qoidalari ko'rsatilgan. I bilan yakunlanganligi uchun oyu qo'shardikda. I bilan o nima bo'lardi? Yoga o'zgarib ketardi. Yo bo'ladi. Menimcha tushunarli bo'lyapti. Bundan oldingi darslarimizda bu qo'shimchalar qanaqa yakunlanishini o'rganib chiqqan edik. O bilan ada ayo, hadali fe'llari heyo va qolgan holatlar o, u, i va hokazolar hammasi oyo bilan yakunlanar edi. Bu qo'shimchalarimiz fe'l va sifatlarni yakunlovchi, gapda qo'shilib yakunlovchi qo'shimcha hisoblanadi. Bu darslarimizni bundan oldingi videomizni ko'rib, yana tushuncha hosil qilib olishinglar mumkin. Agar kim bu videodan ko'rishni boshlayotgan bo'lsa. Xo'p, endi chonin kollari mascha oyoq degani men kola ril qo'shimchamiz n bo'ldi. Kolari ichmoq bo'lsa ichyapman. Ichyapman degan tarjimani beryapti. Men kolani ichyapman. Chonin kollari mashoyu. Hop, keyingi mashqqa o'tamiz. Endi keyingi mashqda ko'rib turganingizdek, bu kishi nima? Sumka sotib olib, mana to'lov uchun karta beryapti ekan. Bu kishi endi sumka sotib olyapti ekan. Endi bu yerda mana sotib olmoq bor bizda va sumka bor. Bu yerda bizga men degan so'zini yozib qo'ygan. Biz bundan oldingi namuna ko'rsatilgan namunadek bu yoqni davom ettirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi men sumkani deyishimiz uchun nima deymiz? Birinchi avval sumkani tushiramiz, to'g'rimi? Sumka, bang. Endi sumkani deyish uchun belki patsimga qaraymiz, demak patsim bor. Patsim bo'lsa, demak ul qo'shimchasini qo'shamizda bang ul bo'ladi. Men sumkani bo'ldi-da. Endi sadada yana da qo'shimchamiz moqligi uchun ta'sini yozmaymiz. Endi oxirgi unlisiga qaraymiz. Ayu bo'lyapti. A bo'lganligi uchun a bilan yakunlanganga nima? Ayu qo'shiladi. Ikkita a bitta bo'lib sayu degan so'zni hosil qiladi. Sayu degani endi sotib olyapman degan. Men sumkani sotib olyapman. Chonin kabangil sayo. Chonin kabangil sayo. Hop, keyingi mashq. Bu kishi ko'ryapsizlar, o'tirib olib, yopib olib, nima? Gazeta o'qimoqda. Gazetani bu yerda
shinmunni berganmiz. Mana shinmun bu gazeta. O'qimoq bo'lsa ilkta bo'ladi. Bu o'qimoq bo'ladi. Endi chonin deb yana bu o'zi namunasini boshlang'ichini beryapti. Chonin men degan edi. Men gazetani o'qiyapman deyish uchun, xo'p, endi bu yerga gazetani tushiramiz. Gazetamiz Shinmun. Endi bu yerda ham yana patchim bor. Demak, nima qo'shamiz? Qo'shimchasini qo'shamiz. Gazetani. Chonin Shinmun을 ilkta. Da qo'shimchamiz moqligi uchun uni olmaymizda. Bu yerda endi yana oxirgi unliga qaratamiz diqqatimizni. O'zi bir dona unli bor. U ham bo'lsa o emas, a emas, had emas. Demak, oyo qo'shiladigan bu yerda i kelyapti. Oyo qo'shamizda oyoni shunday shu turishida qo'shib qo'ya qolamiz. Ilgoyo. Chonin Shinmun을 ilgoyo. Men gazetani o'qiyapman degan tarjimani beradi. Men gazetani o'qiyapman. Menimcha tushunarli bo'lyapti. Xo'p, keyingi mashqimizda bu bugungi qo'shimchamiz nimalarda, dialoglarda, amaliyotda qanday qo'llanishini biroz ko'rib chiqqan bo'lamiz. Xo'p, bu yerda Mariko hamda Steven o'zaro suhbat qilyapti ekan telefon orqali. Xo'p, Mariko aytadi: Steven shi, 지금 뭐해요? 지금 degani hozir degani edi. Hozir. 뭐해요? Heyo bu hada so'zidan olingan. Hada qilmoq, bajarmoq. Endi heyo bo'lsa qilyapsiz. Steven 지금 뭐해요? Hozir nima qilyapsiz deb. Desa, Steven nima qilyapti ekan hozir? Steven endi bilib turganlardek o'g'il bolani ismi. 공부해요. 공부해요 bu 공부하다 so'zidan olingan, dars qilmoq. Endi 공부해요 bo'lsa dars qilyapman. Xo'p, Mariko 씨는 뭐해요? Mariko xonim 뭐해요? Nima qilyapsiz deyapti. Desa, endi Mariko yana javob beryapti. Chonin degani men degani edi. Bundan oldingi namunalari keldi. Xo'p, kitob, 책을 읽어요. Ilgoyo yana ilkta fe'lidan olingan, o'qimoq degan so'zni bildiradi. Endi ilgoyo bo'lsa o'qiyapman. Men kitobni o'qiyapman, kitob o'qiyapman. Desa, Steven endi yana savol beryapti ekan. Hanguk Koreya o bo'lsa til degan ma'noda keladi. Hangugo koreys tili kitobini 책을 koreys tili kitobini o'qiyapsizmi? Ilgoyo 한국어 책을 읽어요. Xo'p, bu yerda savol bo'layotganligi uchun talaffuzda yo'qni biroz nima qilamiz? Cho'zamiz. Xo'p, endi Mariko javob beryapti. Aniyo, yo'q. Bu inkor degani edi. Yo'q, unday emas. Ilbon bu Yaponiya. O bo'lsa tili, yapon tili. Kitobini, yapon tili kitobini o'qiyapman. Yapon tili kitobini o'qiyapman. Okay. Endi buni nimada qanaqa bo'lishini, amaliyotda o'zlarini tilida qanaqa bo'lishini biroz audio orqali yana eshitib mustahkamlab olamiz. 스티븐 씨, 지금 뭐 해요? 공부해요. 마리코 씨는 뭐 해요? 저는 책을 읽어요. 한국어 책을 읽어요? 아니요, 일본어 책을 읽어요. Xo'p, bunisini ham eshitib oldik. Xo'p, bugungi o'rgangan qo'shimchalarimiz ul hamda r qo'shimchalari nimaligini bilib oldik. Menimcha, bu qo'shimchalarimiz ot so'z turkumiga qo'shilib kelar ekanda, ni degan tarjimani berib, bundan keyin albatta nima? Fe'l so'z turkumi kelishi kerak bo'lar ekan. Xo'p, patchim bo'lganda ul, patchim bo'lmaganda r qo'shimchasi qo'shilar ekan. Xo'p, buguncha darsimiz shu yergacha. Bugungi darsimiz qo'shimchamiz osonroq bo'lganligi uchun qisqaroq qilamiz. Xo'p, sizlar bilan yana g'oyibona ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Annyeonghi keseyo.